O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Manchester City klubi futbolchisi Abduqodir Husanovning transfer marketdagi narxi yangilandi. Uning narxi dastlab 12 million yevrodan hozirgi vaqtda 35 million yevroga ko'tarilgan. Abduqodir Husanov 20-mart kuni Qirg'izistonga qarshi o'yinda ishtirok etadi va O'zbekiston terma jamoasi nomidan himoyamizni mustahkamlaydi. Ma'lumot uchun, Abduqodir Husanov 17-mart kuni O'zbekistonga yetib kelgan. Uning ustozi Ulug'bek Asambayev tomonidan Gelantowagen G-Class avtomobili topshirilgan. Mishmishlarga qaraganda, ushbu avtomobilni Ulug'bek Asambayev uning dadasiga sovg'a qilgan. Lekin Hikmat Hoshimov Abduqodir Husanovga ushbu avtomobilni bergan. Bundan tashqari Manchester City klubi Abduqodir Husanovga Eronga qarshi bo'ladigan mehmondagi uchrashuvimizga alohida samolyot buyurtirgan va ushbu samolyot Abduqodirni bir o'zini olib boradi. Husanov fanga a'zo bo'ling, like bosishni unutmang.